tanimadim. Shu ustozlarning oqibati. Voy. Kamol aka. Bo'ldi. Aka san'at qilyapman. Voy. Kamolda qarang. Jasurbek konkretniy planni oldi. 25-gacha deadline qo'yildi. 25-avgust sanasigacha 1200 lik shtrafga qo'l qo'ydi. O'sha planni bajarmasa. U qo'ydi, o'zi qo'ydimi? Yo'q, ikki kishiga deb qo'ydi. Yo. 25-gacha minimum 5 millik sotuv qilish kerak. Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar, charchaymizlarmi? Bu уже razborimizning ikkinchi soni. Bu razborimizda klubimiz a'zosi Jasurbek bilan gaplashamiz. Jasurbek, o'zingizni qisqacha tanishtirasiz. Klubga qo'shilishdan oldin to'chka qanaqa edi? Loyiha soni, klubga qo'shilganingizdan keyin qanaqa o'zgardi? Hozir birinchi shuni aytsangiz, keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum, ismim Jasurbek, yoshim 21 da. Hop, klubga qo'shilishdan oldin loyiha soni 20 tadan oshiq edi. Klubga qo'shilgandan keyin 15 ta bo'ldi. Loyiha soni kamaydi. Loyiha soni kamaydi. Nimaga kamaydi? Chunki loyiha sonini kamaytirib biz sredniy chek narxni oshirdik. Shuning uchun loyiha soni kamaydi. Klubga qo'shilishdan oldin necha pul edi? Klubga qo'shilgandan keyin necha pul bo'ldi? Xo'p, klubga qo'shilishdan oldin sredniy 200-300 edi. Hozirgi holatda 400-500 atrofida. Mana shu razborimizdan nima kutyapsiz? Razbor zo'r bo'ldi deyishingiz uchun siz nimalarni ko'ra olishingiz kerak, nima savollaringizga javob olishingiz kerak? Xo'p, razborga kelishdan maqsad biz komandada bilasiz, ikki kishimiz, Kamoldan bilan birga ishlaymiz. Kamoldan boshqa bola, mana emas, boshqa yana bitta yaxshi shogirdlardan bor. Ikkalasi Jasurbek bilan Kamoldan birga ishlashadi. Shu Kamoldan bilan o'tgan safar siz bilan ham gaplashgandik o'zi, gaplashganmiz. Xullas, kutib, nima deydi, qanaqa takliflar berishni loyihalarga hozirgi holatda yangi oyga, misol uchun avgust oyiga plan qo'yganmiz. 7 ta loyiha olamiz, eng kamida $700 dan. Shu nimaga qanaqa qilib chiqish mumkin? Okey, bo'ldi. Hozirgi bo'lmasam, hozirgi sonlarni, raqamlarni ko'rib chiqamiz. Jasurbek plus K qilib qo'yaman, Kamoldan bilan birga. Hozirgi A nuqtalardagi loyihalar soni nechta hozir? Xo'p, hozirgi holatda o'zimizda 13 ta loyiha bor. 13 ta loyiha. Umumiy tushum? Umumiy tushum aytavering. Hamma Общийsi. Общий 6000 tushadi. 6000. Sredniy chekimiz $460 dan olasizlar. Loyihalarni o'rtasi. Xo'p. Endi 700 dan olishinglar kerak, to'g'rimi? Mana shu 13 ta loyihani nechtasi $700 dan baland? 50%. 50%. 6 ta 7 tasi 700 dan baland. 6 tami 7 tami? 6 ta dedi. 6 tasi 700 plus chekda, to'g'rimi? Nechtasi 500 dan arzon? Qolgan 7 tasi 700 dan baland deganimiz hozir 700 atrofida ham deyarli loyiha kam. Misol uchun 6 tasi 1000 ta tepasida, qolgani 500 ta pastida. Xo'p. Bunisi 700 dan baland, bunisi 500 dan past. 6 tasi. Mana 6 tasini qayerdan topdinglar? Nimadan? 2-3 tasini Headhunterdan topganmiz. Aha. Hop, ikkita lead target yoqib o'zimizga targetni olganmiz, bitta sarafan. Bitta sarafan. Xo'p. Targetdan 2-3 tasini olasizlar, Headhunterdan olasizlar. Xo'p, targetdan mana shu ikkitasini deylik, bo'pti. Targetdan ikkitasini olish uchun necha pul ketkizdinglar? Вообще kam ketkizganmiz. Necha pul? Bizda hozirgi holatda target yoqsa mijoz narxi $10-15 dan chiqadi. 15 deylik. 15 $15 tushadi. Xo'p, LTV qanaqa? LTV hozirgi holatda loyihalarimiz 6 oydan oshiq. 3 yildan beri ishlab kelayotgan loyihalar ham bor. 6 oydan oshiq, to'g'rimi? Xo'p. Nimaga targetni davom ettirmayapsizlar? Bu oydagi planinglar $700 dan baland narxda nechta loyiha? 7 ta plan qildik. 7 ta loyiha olishinglar kerak. 7 ta sotishlar uchun nechalik tushish kerak? Xo'p, 7 ta sotish uchun biz 50% deb nimani oldik? Sifatli leadni, konversiyasini. Nimaga unaqa oldinglar? Yomon holatini oldik-da. O'zimiz yomon holati 30%. Yomon holatini 50% deb oldik. 30% olaylik. Hop, 30%. Hop. Leaddan sifatli lead 30%. Sifatli lead nechta bo'lsa 7 ta sota olasizlar. Xo'p, sifatli leaddan misol uchun biz
10 ta sifatli lead bo'lsa, 7 ta yo 8 tasi bilan onlayn yoki offlayn miting qilamiz. Borganlarimizdan 50% ga sotib kelganmiz. Okey, bo'lmasam qarang, varonkaga tuzamizda. Mana 7 ta sotishingiz uchun siz, misol uchun aytaylik, 100 ta lead tushirdingiz deylik. 100 ta leaddan 30 ta sifatli bo'lsa, to'g'rimi? 30 tadan nechta miting qila olasizlar? 20 ta. 20 ta miting. 20 tadan teng yarmiga sota olasizlar. Xo'p. O'zi 7 tadan ko'p chiqadi. 10 tasiga bemalol sotasizlar. 100 ta lead tushish uchun sizlarga necha pul ishlatishingiz kerak? Oxirgi marta target yoqqanimizda 3 dollardan tushgandi lead. Hop, $300 ga 300 dollar. 400 deng, qo'pol qilib olib, Biz o'zi 400 dollar bu oyga nima ajratdik? reklamli budjet. Reklama budjet ajratganmiz 400 dollar. Bundan 250-300 ni target nimaga, lead gainga, qolganini trafikka, profilga, Telegram kanalga, prosta trafikka yoqib qo'yamiz. Nimaga? Prosta odam. Prosta Yo'q, yo'q. prosta emas, misol uchun odamlarga O'zlarimizga yo'q, retarget qilib ishlating. shunaqa, uznaymizga, misol uchun profilga, nima, o'zimiz profilga misol uchun Masalan, $400 lead gainga ishlatingda, 500 ajratinglar, reklamli budjet, $100 o'zlarimizga ketsin. O'zlarimizga qanaqa video yoqasizlar? Uznaymizga biz hozir videolar yakshanba kuni syomka qildik, unga ma'lumot, tadbirkorlarga foydali ma'lumotlar. Ushbu razbor sizga qiziq yoki foydali bo'layotgan bo'lsa, yoki aynan mana shu razborga siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shulardagi natija qilmoqchi bo'lsangiz, sizga mentorship dasturimni taklif qilaman. Mentorship haqida to'liq ma'lumot olish uchun mana shu video ostida havola qoldiraman. Ana shu havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Tadbirkorga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan qanaqa ma'lumot bor? Hop, misol uchun leadini sifati tushib ketsa nima qilishing kerak, shunga o'xshash temalarda tadbirkorlarda og'rig'idan kelib chiqib, Tadbirkorlar qanaqa og'rig'i bor? misol uchun mijozdan qimmat chiqadi ko'p tadbirkorda. Misol uchun targetologlar ko'pi kommunikatsiyada chata. Shu narsalarda nima? Mana, tadbirkorlar nima og'rig'i bor? Targetologga yuzlanishi mumkin bo'lgan. Skladda tovarlar qolib ketyapti, mijoz narxi oshib ketyapti, operatorlar bo'sh qolib ketyapti, operatorlar sifatsiz leadlar bilan ishlab o'tirishibdi. Sotuvi past, og'riqlar. Mana shu og'riqlarga yechim bo'lishi mumkin bo'lgan samimiy, misol uchun aytaylik, ishlatishingiz mumkin bo'lgan, o'zingiz ishlatishingiz mumkin bo'lgan, kitobdan yozilgan boshqa emas, o'zingiz ishlatishingiz mumkin bo'lgan g'oyalarni ko'rsatasizlar tekinga. O'zlaringiz orqali. O'shanga keyin retarget qilasizlar nimani? Keyslarni, prямо taklif bilan. Endi qarang, men varonkani o'zgartiraylik. O'zlarimizda sizlar o'zingiz ishlatishingiz mumkin bo'lgan varonkalarni olib chiqib, misol uchun aytaylik, tekinga ularga ma'lumot berasizlar. O'zlarimizga ketyapti. Buni ko'rganlarga sizlar o'zingizlarning takliflaringizni bildiryapsizlar. Taklif o'zlarimizda ham taklifni ham ko'rganga retarget qilib turib, keyin o'zingiz olib chiqasizlar. Mana shu joyda men o'ylaymanki, yana ham sifatliroq ishlashga tayyor bo'lgan yaxshi leadlar olishingiz mumkin. Xo'p, endi sizlarning taklifinglar qanaqa? Mana siz, misol uchun aytaylik, 50% konversiya qilyapsiz uchrashuvdan. Uchrashuvdan 50% konversiya menimcha yomon. Men o'zim fikrlashim bo'yicha yomon. 70-80 qilyapsiz normalni. 10 tadan 10 tasiga sota olasizmi? Uchrashganingizda bu zo'r. Endi 10 tadan 10 ta sotish uchun nima qilish kerak? Hop, mana narsa bor. Misol uchun onlayn mitinglar bo'ladi. Onlayn mitinglarda ham hozir aytdim men. Misol uchun 10 tadan 5 ta sotamiz deb onlaynlar ham ichiga kirgan holatda. Misol uchun offlayn bo'lsa, men o'zim offlayn shu kungacha misol uchun kirganimga 1 yil bo'ldi. 12 tami miting nimaga borganman, переговорga, o'zim loyiha olgani borganman. 12 tadan 11 tasiga sotib kelganman. Shu kungacha. Offlaynda. Onlayndagini demak konversiyasi past. Onlayndagini 10 ta onlayn bo'lsa nechta bo'ladi unda? Onlayn 3 ta yo 2 ta chiqishi mumkin. Ya'ni 20% atrofida konversiya chiqadi. Nimaga past? Yo'qolib qoladi mitingdan keyin. Miting paytida zo'r deydi, misol uchun takliflarni beramiz, nima qilamiz? Qanaqa tarzda ketyapti mana shu? Hop, mana misol uchun onlayn mitingga kirgandan keyin taklif berasizlar. Qanaqa takliflar berasizlar? hop, biz o'zi taklif berayotganimizda loyihalarimizga lead sifatini 50% dan oshiq qilib beramiz degan taklif. Qilib bera olmasanglarchi? Qilib bera olmasak, misol uchun KPI kelishamiz, fiksa KPI, fiksani o'zini olamiz, KPI olmaydi. Aha. Agar fiksani ham olmaymiz degan taklif bersanglarchi? Fiksani biz boshda olamiz. Yo'q, mana fiksani olmaymiz degan taklif bo'lsa-chi? Yo'q, uni taklif bermaganmiz. Mana misol uchun aytaylik, hop, mana taklif kuchaydimi, kuchaymaydimi? Kuchayadi. Ya'ni biza aytayotgan rezultatimizni 50% dan misol uchun kami qilinadigan bo'lsa, mana aytaylik, sizlar planinglar 100% lead ob'yomini olib kelib berish, to'g'rimi? O'sha lead ob'yomini yoki sizlarning planinglar 70% sifatli lead qilib berish.
o'shani misol uchun aytaylik 50% dan kam qilib berasizlarmi? Bo'ldi, misol uchun aytaylik, shartnomada kelishilgan summa 1 tiyin to'lanmaydi. Hop, misol uchun hozir biz fiksiya KPI Bunaqa taklif berishlarni nima to'xtatib turadi? fiksiya KPI taklif berayotganimizda biz reklama videolarini ham o'zimiz olamiz. Reklama o'zimizga targetga kerak bo'ladigan Video olib berishlarga alohida summa aytaylik. biz shuni ichiga tiqib olib turib KPI fiksiya aytamiz. Fiksiyadan misol uchun bizda o'zimizga fiksiyadan deyarli pul qolmaydi. Biz pul qiladiganimiz KPIdan. O'zimiz qilgan rasxodlarimizni nimaga tiqib olganmiz. Xo'p, mana taklifni birinchi narsa taklifni kuchaytirish kerak. Mana ayting, misol uchun aytaylik, videoni alohida summa chiqaringlar-da. Bu narsa videoga ketadi degan narsani tushuntirib turib, video olinishiga. Xo'p, endi uni tezlashtirish uchun qanaqa taklif berasizlar? Dajim nima bo'lyapti? Mijoz hozir bugunning o'zida qaror qabul qilish uchun nima bor? Hozirgi holatda biz nechta proyekt kelsa, ob'yom oshirib ishlashga tayyormiz. Mana oxirgi yo'qolib qolganlardan birortasini esla olasizmi? Holat qanaqa edi? Qanaqa taklif berdinglar? Yo'qolib qoldi. Oxirgisi bitta Andijonda o'quv markazi bor edi. 19 ta filiali bor. Gaplashdim, o'zim miting qildim onlayn. Aka bo'ldi deyapti. Misol uchun target uslugani ham 3 xil nimasini berdim. Tarif berdingiz. Tarifini berdim, 3 xil tarifda berdim. Bo'ldi dedi, ma'qul dedi. Siz bilan nima qilib olaylik deyapti, gaplashib olaylik onlayn deyapti. Narxini o'sha bitta tarifni nima qilib, narxini kelishib olsak, ishni boshlaymiz deyapti. O adashmasam bir hafta bo'ldi shekilli. Haligacha bugun kech payt ertaga aytaman, bunaqa shuni cho'zib yo'q bo'lib ketyapti. Hozir mana taklifni bergan paytingiz onlayn gaplashyapsiz u bilan, to'g'rimi? Taklifni berdingiz. Endi bo'ldi, ma'qul deyapti. Xo'p, deyapti. Endi ish boshlash uchun nima bo'lishi kerak hozir? To'lov o'tkazish kerak, fiksiyani o'tkazish kerak. Fiksiyani hozir o'tkazish uchun unda nima taklif bor? Fiksiyani ular hozir o'tkazish uchun Mashina haydaysiz-ku? mashina haydayman, hozir yo'q. Ha, haydagansiz. Shtrafga tushganmisiz? Tezroq to'lov olishingiz uchun nima bor u yerda? 15 kun chegirma bor. Chegirma bor, to'g'rimi? Bu tezlashtiradimi to'lovingizni? Ya'ni u to'lovni tezroq qilish uchun narx taraflama yoki shoshilinch. Ana Qizil okean bor-ku, Qizil dengiz deymizmi? O'sha aynan qizil pozitsiyasi bo'lish kerak. Ya'ni siz 3 kun ichida javob etasiz yoki bunaqa deb turib, misol uchun aytaylik, protsessda degan mijozlarni siz xayolan bu loyihalarimizda bor degan narsani qo'shib yuborasiz-da. 3 kun ichida u protsessda bo'lsin yoki 2 kun ichida protsessda bo'lsin, 2 kun ichida u yo uyoli yo biyoli bo'lsin. Tushundingizmi? Bir hafta mobaynida shart emas. Hop, unga oxir kecha yozib olgan edim, aka ishlaydigan bo'lsa ishlaylik. Biz ham misol uchun boshqa loyiha olishimiz kerak. Loyihalar olishimiz misol uchun bu oyda misol uchun 4 ta loyiha O'quv markaz, Andijondagi o'quv markaz, o'sha bilan kontrakt tuzsanglar, boshqa Andijondagi o'quv markaziga bilan ishlaysizlarmi yo'qmi? Kontraktda agar ishlamaymiz deb kelsak, ishlamaymiz. Yo'q, o'zingizlarning pozitsiyanglar. Hop, bizda komandada odam borligi uchun misol uchun Kamoliddin akamiz emas, ya'ni bir-biriga raqobatchi bo'lishi mumkin bo'lgan loyihalarni olasizlarmi, olmaysizlarmi? olamiz. Nimaga? Aytyapman, komandada borlar bor. Misol uchun bittasini bitta bolaga bersak, ikkinchisini boshqa bolaga beramiz. Xo'p. Proyektni. O'zingizlar bilan o'zingizlar raqobat qilasizlar. Komandani ichida raqobat qildiramiz. Aha. Yaxshi pozitsiya. Lekin biz misol uchun aytaylik, performansga loyiha olayotganda biz sotuvdan kelishamiz boshqa bo'ladi-yu. Ya'ni bitta nishadan bitta loyihani olamiz. Chunki o'zimizning g'oyamizga, o'zimizga yana raqobatchi g'oya tuzib, o'zimizga ish ko'paytirish qolamaymiz. Bilasizmi? Keyin bu narsa klient taraflama ham yordam beradi-da, klientimizdan olayotganimizda. Okay, sizni nishangiz bo'yicha boshqa loyiha olmaymiz. Ya'ni sizga primoy konkurent bo'lishi mumkin bo'lgan. Misol uchun aytaylik, qurilishdan olamiz, boshqa klasslarni, boshqa rayonlarni-da, bir-biriga primoy konkurent emas. O'sha holatda ham biz LTV ni ushlab qolishga ham yordam beradi bu. Keyin klientning dajimiga ham yordam beradi. Misol uchun o'sha nishadagi o'sha boshqa loyiha olishimiz mumkin bo'lsa, ana nima deydi? Ko'pincha boshqa loyiha chiqayotganda o'sha nishadagi klientimizni ko'proq daromad oylik summasi tashlashi mumkin-da. Ya'ni endi bu yerda chizib olmaymiz, real holat bo'layotganda-da. Hamma konkurentlar bizga chiqishdi, mana shunaqa taklif berishdi. Desa, yo'q, bo'ldi. Summa qoniqtirmayotgan bo'lsa aytaveringlar degan gaplar bo'ladi-da, tushunasizmi? O'shaning uchun siz hozir, sizni yo'nalishingizda boshqa o'quv markazi chiqadigan bo'lsa,
bizni uni olib qo'yishimizdan oldin yoki unga taklif berishimizdan oldin siz misol uchun tezroq qaror qabul qilishingizni so'ragan bo'lardim. Qachon javobini aytasiz? Konkretni mana shu paytda ishlaymizmi yoki yo'q? Sizdan talab qilinadigan narsa ish boshlashimiz uchun fiksirованный momentcha summa tashlashingiz kerak. Agar bundan hozir qiynalayotgan bo'lsa, endi momentcha protsentini tashlab turing. Endi yana loyiha, misol uchun aytaylik, patolog eng qimmat loyiha nechi pul? Eng qimmat loyiha fiksa 1,5 ming, u yog'i KPI. Umumiy tushumda qancha bo'ladi? Umumiy tushumda hozirgi holatda avgust oyiga bizga reklama budjetdan nima qilamiz? Misol uchun Iyulda qanaqa chiqdi? Mana iyulda tugagan oy bo'yicha. tugagan oyda KPI 1,5 ming chiqdi. Umumiy hisobda 3 minglik loyiha bo'ldi shu. Ming. Fiksa 1000, KPI 1,5 ming. Mana shunaqa loyihalarni ko'paytirish ustida ishlamayapsizlar? Ishlayapmiz. Nima qilasizlar? Endi hozir mana shu nimani qimmatroq loyiha olib, misol uchun $700 ga loyiha olamiz dedim. 700 eng kamida fiksa, qo'shimcha KPI bilan loyiha olmoqchimiz. Hop, buni qanaqa nimalar? Taklifinglar qanaqa bo'ladi? Taklifimiz hozirgi nimada? Hop, seni meni bir kun bepul audit qilib beramiz. Komanda bilan ofisingga borib Toshkentda bo'lsang, bo'lmasam onlayn. O'tirib audit qilib beramiz. Sizlar loyihalarda sotuvni oshirib berishinglarga, biliminglar yetishiga ishonasizlarmi? Ishonasizlarmi? O'zingizlarning produktinglarga ishonasizlarmi? Mana shu tiziminglar, mana shu biliminglar ishlashiga. Nimaga unda SAS narxini arzon qilib bersa, keyin kelishamiz degan taklif bermayapsizlar? Mijoz narxini arzonroq qilib bersa yoki mijoz sonini ko'paytirsa, keyin kelishamiz degan taklif bera olmayapsizlar. Hop, hozir sizga aytgan o'tgan oy 2,5 ming topgan loyihamizda shunaqa. Mana taklifni berganmisizlar? Bu shuna KPI shuna kelishgan. Taklif, ya'ni senga bu oyga, misol uchun hozir avgust oyini aytaman, $8,000 pul, 750 ta lit olib bersang sifatli. Nech pulga qizig'i yo'q. Misol uchun $5,000 ga 750 ta sifatli lit olib berdingmi, qolganini sen. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, men misol uchun targetolga 3,000, 4,000, 5,000 berishga tayyor bo'lgan kompaniyaman. Mana sizlar qaysi taklifinglar bilan o'zingizlarga avraysizlar? Unaqa. Nimaga sizlarni tanlashim kerak? Kuchli taklifimiz yo'q, ammo unaqa. Mana shu taklifni bera olasizlarmi yo'qmi? Mijoz narxini bera olamiz. Bu bo'yicha videolar bormi yo'qmi? Yo'q, bu bo'yicha videolar yo'q. Bu bo'yicha video bo'lish uchun sotuv bo'limini ham olish kerak. Ya'ni sotuv mijoz narxiga sotuv bo'limi ham ta'sir qiladi. Sotuv bo'limiga hali kirishga to'g'ri nima yo'q degan nima bor bizda. Misol uchun aytaylik, sifatli lit olib berdik. Sifatli litdan foizni ko'ra olasizmi? Sotuv bo'limining ichiga kirmaysiz. Siz sotuv bo'limini raqamlarini olyapsiz bu yerda. Sotuv bo'limi misol uchun aytaylik, umumiy litdan 5% sotyaptimi, sifatli litdan 10% sotyaptimi, bu xato. Sifatli litdan foiz, sotuv foizi ancha balandroq turishi kerak. Ba'zi kompaniyalarda 30 normalni, qaysidir kompaniyalarda 50 dan past bo'lishi kerak emas. Sifatli litdan sotuv foizi. Chunki sifatli lit kriteriyasi ham bor. U budjet taraflama to'g'ri kelishi kerak, mahsulotga qiziqishi kerak, ehtiyoj bo'lishi kerak. Endi o'sha narsani kuzata oladigan bo'lsangiz, raqamlar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun aynan mana shu, mana ketdik. $700 emas, $700 dan emas, 1000 dan qimmat loyihani olish uchun nima qilishim kerak degan joyda siz taklifingiz kuchli bo'lishi kerak. Taklif kuchli, ideya beraman. Mijoz narxini arzon qilib bersa yoki mijoz sonini oshirib bersa, keyin kelishamiz. Okey, siz ya'ni isbotlab beryapsiz. Birinchi isbotlab beraman. Men biz produktimizga, bilimimizga shunaqa ishonamiz. Birinchi isbotlab beramiz, keyin kelishamiz. Okey, bu bir. Endi aynan mana shu narsaga siz misol uchun aytaylik, taklif bilan video olib turib chiqqaningizdan keyin bu yerda jostki filtr bo'lishi kerak. Aylanma xarajat, misol uchun aytaylik, kompaniya aylanmasi yoki marketing budjeti misol uchun aytaylik 5000 dan kam bo'lmasligi, aylanmasi misol uchun 50 mingdan kam bo'lmasligi degan filtrlar bo'lishi kerak. Mashindan misol uchun aytaylik bitta lidingiz $30 ga tushsin, oyiga bu ikkita loyiha oladigan bo'lsangiz, men $1000 dan arzon loyihalaringizni sekin assistentlarga, boshqalarga salomat deb topshira olasizlar. Tushundingizmi? Qachon tushasizlar bunaqa? $700 qo'ying, $1000 dan qimmat loyiha olish. Men hozir sizga aytayapman. Ya'ni kuchli taklif bo'yicha video, jostki filtr, o'sha jostki filtrdan lit olasizlar, xuddi mana shunaqa sotasizlar. O'zi hozirgi nimada filtrimiz reklama budjetining targetga 3000 dan baland bo'lishi kerak, sotuv bo'liming bo'lishi kerak. Keyin ishlaymiz sen bilan degan nimani videolarda olib chiqdik. Xo'p, reklamning budjeting 5000 dan baland bo'lishi kerak, sotuv bo'liming bo'lishi kerak, CRMing bo'lishi kerak, aylanmay 50 mingdan kam bo'lishi kerak emas degan narsa. To'g'ri keladimi yo'qmi? To'g'ri keladi. Xo'p. $700 dan nechta loyiha olmoqchi edinglar? Bu necha pul bo'pti? 4900 bo'ladimi? 4900. 4900 bo'ladi. 5000 deylik. 1000 dan baland bo'lgan, mana plan. 1000 dan 1000 plus chekli 5 ta loyiha. Avgustga.
Ha, deadline'ni qachonga qo'yamiz? Avgust oxirigacha. Avgustga. Biz planimiz avgustga edi. Shunga qarab, misol uchun oyda boshida qanaqa qilib reklama yoqamiz, oyda o'rtasiga nima qilamiz? 25 qilaylik, bo'pti. 25-avgust. 20 kunmi? 20 kun vaqt. Bo'ladi. Ikkisilar teng bo'li. 25/08/2026 deadline. Kuchli taklif qilsalar, aynan mana shu kuchli taklifni tayyorlab turib, upakovka qilib turib, video olsalar, kuchli taklifdan keyin landing page-dami, bu xohlasanglar formadami, 3 minglik filtr emasda, 5 minglik qilaylik domla o'sha. Reklamning budjet minimum 5 ming, aylanma kamida 50 ming. Filtr, lead, переговор, sotuv. Reklamning budjetingiz menimcha 500 bemalol yetadi, mashinaga yuqoratsanglar. $500. Muammomi yo'q? Muammosi yo'q. Muammosi yo'qmi? Harakat qilsa eplasa bo'ladi. Ha, hop. Necha pul qo'rqitadi? Shtraf to'lash. Shtraf to'lash o'zi ham qo'rqitadi. Ayting. Murodga 800 qo'ydik. Murod akaning yoshi katta. Oo. Sizlarga 1,5 ming qo'yish kerak. Nimaga? Chunki ikkisizlar-ku. Hozir baribir bu ishni baribir bitta o'zingiz qilmaysiz. Bu planni baribir bitta o'zingiz bajarmaysiz. Ikki kishi bajarasizlar. To'g'rimi? 750 dan to'g'ri kelyapti. Mana Murod aka katta do'st, o'shanga sizlarga $50 arzonroq bo'lyapti. Ayting, gapiring. 750 qo'ying bitta o'zimga. Bitta o'zingizgami? Ha. Kamoldan-chi. Kamolning o'zi bilan gaplashib olasizlar. Sizlar birga ishlaysizlar-ku. Bu loyihani hammasini bitta o'zingiz qilasizmi? Ha, demak. Baribir mana bu yerda hozir kuchli taklifni Kamoldan bilan o'ylaysiz. Videoga baribir Kamoldan tushadi. Ya. Isbot, dalili, nechta lead tushdi, qaysi videoni yoqdinglar, qanaqa taklif tuzdinglar, nechta переговор o'tkazdinglar, lead, uchrashuvlar, переговорga borganingiz, onlayn meet o'tkazganingiz. Ushbu razbor sizga qiziq yoki foydali bo'layotgan bo'lsa, yoki aynan mana shu razborga siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shulardagi natija qilmoqchi bo'lsangiz, sizga mentorship dasturimni taklif qilaman. Mentorship haqida to'liq ma'lumot olish uchun mana shu video ostida havola qoldiraman. Ana shu havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Okay, savolingizga javob oldingizmi? Xo'p, aziz do'stlar, agar sizlarga ham mana shunaqa o'sish, qanaqa takliflar berish, mana shunaqa razborlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga mentorstvo dasturimni taklif qilaman. Mentorstvo haqida to'liq ma'lumotni siz mana shu razbor videosi ostidagi havola orqali olishingiz mumkin.